Ağır küllede semizlikdən əziyyət çəkən bemorlarımız bitta savol bilan ko'p chiqib turibdilar. Oshqozon kichaytirish amaliyotini o'tkazmay, ko'krak va qorin sohada plastik amaliyoti qilinsa bo'ladimi deb so'rab turibdilar. Men Sabirov Nuriddin, xirurg mammolog, 4 yildan buyon Surgimed klinikasida ishlayman. Ustozim Bekzod Fayzullayev bilan shu 4 yil mobaynida 700 dan ortiq bemorlarni operatsiya qildik. Operatsiya qilingan bemorlarning 70-80% xotin-qizlar hisoblanadi va 35-40 yoshdan oshmaganlar hisoblanadi. Hozirgi kunda semizlik bilan aziyat chekkan bemorlarni prodonli rezeksiya julukda, ya'ni oshqozon kichaytirish amaliyoti o'tkazmay, qorin va ko'krak sohasida plastik amaliyotini o'tkazish aktual savol bo'lib hisoblanadi. Bemorni ko'rikdan o'tkazgan paytimizda indeks massa telasi 30 dan yuqori bo'lsa, 2-chi, 3-chi, 4-chi darajali semizlik turi aniqlansa, bu bemorlarimizga bariatrik amaliyoti o'tkazgan ma'qul. Agar bu bemorlarimizda semizlik yuqori bo'lib, plastik amaliyot o'tkaziladigan bo'lsa, bunda yog' qatlami yuqori, qalin bo'lgani uchun operatsiyadan keyin choyklarni ochilib ketish xavfi yuqori bo'lgani uchun ham bu operatsiya o'tkazilmaydi. Prodonli rezeksiya amaliyotidan keyin 6 oy, 1 yildan keyin qorin sohasi, ko'krak sohasi, qo'l, oyoq sohalarida ortiqcha terilar osilib qoladigan bo'lsa, bular bemorlarimizga plastik amaliyotlari o'tkazilsa maqsadga muvofiq bo'ladi. Kimda semizlik, ortiqcha vazn, morbidniy sindrom aniqlangan bo'lsa, Surgimed klinikasiga tashrif buyurishni so'raymiz. Hozirda ko'riklarimiz bepul.